Bahodir Karimov, filologiya fanlari doktori, professor. Sizningcha ziyoli kim bugun? Endi bunday savol mening tasavvurim bo'yicha jamiyat hayotining hamma davrlarida bo'lgan bu. Misol uchun bundan bir asr oldin ham, 10 asr oldin ham bu ziyoli kim degan savol tabiiy bo'lgan. Chunki ziyoli zoti jamiyat hayotining bir yetakchi qatlami sanaladi. Fikrli qatlami sanaladi. Boshqalarni o'zining fikri, o'zining tushunchalari, o'zining qarashlari, shu boshqalarga o'sha qarashlar, o'sha tushunchalar bilan boshqalarni ishontirib, o'zining orqasidan ergashtiruvchi qatlam bu ziyoli bo'ladi. Agar bu so'zning lug'aviy ma'nosiga keladigan bo'lsangiz, ziyo degani nur degani, nur taratish degani. O'sha jamiyat hayotining qorong'u nuqtalarini yoritadigan odam ziyoli bo'ladi. Boshqa insonlarning qalbining o'sha jarohatli joylarini, jaholatli joylarini, qorong'u joylarini yoritishi kerak bo'lgan odam bu ziyoli sanaladi. Bundan bir 20 yillar ham muqaddam shu yoshlik jurnalida ziyoli kim degan maqolani o'qiganman. Adashmasam, Xudo rahmatli Azam O'ktam yozgan edi. Ziyoli kim degan. Qarang, bundan 20 yil emas, undan ko'p, bir 30 yillar oldin, shu 2000-yillarda 21-asrning avvalgi yillarida ziyoli kim degan maqolani o'qiganman. Hali ko'zim oldida turibdi. Uni fikrlari, uning qarashlari o'sha ziyo tarqatish degan ma'noda bo'lgan. Baribir ziyoli degan odam bu o'zining qalbida, o'zining yuragida bir har doim uyg'oq vijdoni bor degan odam u. O'sha vijdonga, o'zining ichkarisidagi o'sha vijdonga hech qachon xiyonat qilmaydigan odam, to'g'ri so'z odam, vijdonli odam bu ziyoli bo'lishi kerak. Bil'aks, undan o'sha ziyolidan ko'p narsa kutib bo'lmaydi. Misol uchun men nuqtai nazarim, mening qarashlarim o'zimga xos bo'lishi kerakmi? Men boshqa birovga yordam berishim kerak. Boshqa birov misol uchun o'sha jarlikka qolayotgan odamni qo'ldan tutib qola olmaydigan ziyoli u ziyoli bo'lmaydi. Mana hozir tabiat qo'ynida o'tiribmiz. Mana go'zal daraxtlar, mana gullar. Har qanday odam mana shu go'zallikdan bahra oladi. Har qanday odam mana shu go'zallikni ko'rib, mana shularni dov-daraxtlarni, yashillikni, yam-yashil, ko'm-ko'k hamma joy mana shundan bahra oladi. Endi qarangki, mana shu dov-daraxtga ekologiya deymiz, dov-daraxtga, gullarga agar bir zahar yetadigan bo'lsa, ular sinadigan bo'lsa, ular quriydigan bo'lsa yoki u quriyotgan bo'lsa, o'sha dov-daraxt yonidan, o'sha gullarning yonidan beparvo o'tib ketayotgan odam u ziyoli bo'lmaydi. U o'ylaydi, u fikrlaydi. Nima uchun bu daraxt quriyapti deydi. Nega bu daraxt meva bergan, nega mevalari to'kilib ketdi? Bunga qurt tushgan deydi. Shunga o'xshagan odam ziyoli bo'ladi. Ziyoli fikrlaydigan odam, ziyoli mulohaza yuritadigan odam. Ziyoli degan odam bu o'zining nuqtai nazariga, mustaqil qarashiga ega bo'lgan odam. Ziyoli shamol tegirmoni bo'lmasligi kerak. Fikrlaydigan inson, ziyoli inson, hamma qarsak chalsa qarsak chalib, ashula aytsa ashula aytib, yugursa yugurib, to'xtasa to'xtaydigan odam emas u. Hamma yugurayotgan payti ziyoli to'xtab turadi. To'xtang, bu odamlar qayerga qarab ketyapti deydi. Shu e'tibordan bu tushunchaning, ziyoli tushunchasining, ziyolilar tushunchasining qamrovi nihoyatda keng. Har qanday hodisaga, har qanday voqeaga, har qanday jamiyatga bemalol bog'lab muhokama qilish mumkin bo'lgan bu bir ziyoli degan tushunchani o'zi odamning ko'ngliga nur beradigan tushuncha. Misol uchun men agar o'zimni ziyoli deb hisoblaydigan bo'lsam, men jamiyatda o'rnim bo'lishi kerak. Mening ishlayotgan o'zimning bir universitetimda mening insonga o'xshagan qiyofam bo'lishi kerak. Shu men ishlayotgan agar bizning jamoada 200 ta 300 ta muallim bo'ladigan bo'lsa, shularda oldida mening o'zim ayta oladigan fikrim bo'lishi kerak. Shu e'tibordan ziyoli bu jamiyatning bir ko'rkam odami. Ziyoli jamiyatning nurli odami. Ziyoli odam jamiyatning bamisoli quyoshi. Men shunday deb o'ylayman. Orif inson, komil inson degan tushunchalar agar u Mumtoz adabiyotda Hazrat Alisher Navoiy zamonlarida ularning ideali,
ularning intilayotgan bir cho'qqilari komil inson bo'ladigan bo'lsa, u ziyoli komil inson degan. Shuning uchun bunga ehtiyoj, bunga zarurat hamma bor va bundan keyin ham bo'ladi deb o'ylayman. Misol uchun men 20 yil avvalgi muddatda aytdim, lekin men 20-yillar bundan bir asr avval o'sha bizning jadidlarni men yaxshi ko'raman. Jadidlar bu chin ma'nodagi ziyolilar bo'lgan. Chunki ularning tuyg'ulari, tushunchalari, hissiyotlari, fikrlari shaxsiy manfaat atrofida o'ralashib qolmagan. Ular chin ma'noda ijtimoiylashgan odamlar bo'lgan. Misol uchun kulgan boshqalardir, yig'lagan menman deydigan bo'lsa, Cho'lpon u o'zini aytayotgani yo'q. O'zbek qizining nomidan aytayotgan bu gapi millatning gapi. Bu dard millatning dardi. Yoki Cho'lpon o'sha kishan kiyma, bo'yin egma, ki sen ham hur tug'ilgansen deb agar na'ra tortayotgan bo'lsa, bu Cho'lpon o'zining atrofidagi uxlayotganlarga, o'zining atrofidagi o'sha qullikka mahkum bo'layotgan odamlarga nisbatan aytayapti. Shu e'tibordan jadidlar zamonida ziyolilar kimlar? Ziyonlilar kimlar? Qarangda, ziyoli, ziyonli. Ya'ni ziyonli degani kasal degani, tutqanog'i bor degani u. O'sha odamlar kimlar degan masalalarda o'sha jadidlarni tanqid qilgan, keyinchalik 30-yillar muhitiga kelib ziyolilar kimlar, ziyonlilar kimlar degan bir maqolalar chiqqanligini ham men bilaman. U tarixning eng yorqin, eng yaxshi misoli, men o'sha davrda o'rgangan bo'lganim uchun bo'lsa kerak, o'sha ziyolilarning juda aksariyat, juda ko'pchilik qismiga o'nlab, yuzlab jadidlarni misol keltirish mumkin. Jamiyatning o'sha dardi bilan hamma mashg'ul bo'lgan, mamlakatning, vatanning, tuproqning dardi bilan ular shug'ullangan. Vatanni, Turkistonni, O'zbekistonni dunyoning eng ilg'or mamlakatlari qatorida ko'rishni xohlagan. Bular ziyolilarning orzusi edi. Bu jadidlarning orzusi edi. Mana o'qigan odamlarning hammasi ziyoli bo'laveradi deb ham o'ylamayman men hatto. Ziyoli degan tushuncha bu cho'ntakdagi 3 ta diplom bilan yoki fan doktori degan ilmiy daraja bilan, professor degan ilmiy unvonlar bilan bog'liq bo'lgan tushunchalar emas. Yoki ziyoli bu qandaydir olingan mukofotlarga ham daxli yo'q. Oddiy insonlarning orasidan men o'sha qalbi go'zal, boshqalarni o'zining fikriga ergashtira oladigan, misol uchun mahallalarda, o'sha mahallalarning raislari bor, ular e'tiborli odamlar. Ular yil davomida, ular yillar davomida toki nafaqaga chiqqancha oddiy bir ishchi bo'lib ishlagan bo'lishi mumkin, lekin u mahallada o'zining jamoasida to'g'ri so'zligi bilan, vijdonligi bilan, fikrining ochiqligi va muammolarga kerakli tashxisni qo'yib, uni hal qila olish tabiati bilan, o'tkir so'zi bilan e'tibor qozongan. Ziyoli birinchi navbatda e'tiborli odam, u to'g'ri so'z odam, u adolatli odam, u xolis odam. Shu e'tibordan ziyolining o'ylab ko'radigan bo'lsak, juda ko'plab sifatlari bor ekan. Ko'p aytaman, hayot kitobini o'qiyotgan insonlar orasida o'ziga xos nurli odamlarni, qalbi butun, buni Oybekning ta'biri, qalbi butun odamlarni men ko'rdim. Yaqinda Chorbog'da yursam, qo'shnilarning uyida bir yigit ishlayapti. Borib o'tirdim, gurunglashdim. Endi buni qarangki, u aytayapti, aka men dedi Aflotunman dedi. O'ziga shunday. Endi u 10-sinfda bitirgan, oliy o'quv yurtida o'qimagan. Aka men o'zimni Aflotun deb sanayman dedi. Chunki uning fikri bor, nuqtai nazari bor. Hatto ilmiy muhitga nisbatan o'zining fikri, o'zining nuqtai nazari bor ekanki, aytadi, oliy o'quv yurtida ishlayotgan va dissertatsiya qilib yurgan opachasiga aytgan ekan, sen qilayotgan bu mehnatdan foyda yo'q. Qarang, u 10-sinfda o'qib bitirgan, Aflotun. Opachasi oliy o'quv yurtini bitirgan, magistraturani bitirgan, dissertatsiyalar himoya qilgan, yana dissertatsiya himoya qilmoqchi. Men o'sha opachasiga nisbatan hayotning mazmunini yaxshiroq tushunadigan mana shu yigitni men o'zimcha ziyoli odam deb o'yladim.
uni fikri bor odam. Yonida 5 ta 6 ta odamga, 5 ta 6 ta yigitga u rahbarlik qilib yuribdi. U yetaklab yuribdi. Ularga ish topib berib yuribdi. Ularning tirikchiligiga ko'maklashib yuribdi. Bu odam o'sha men hayot kitobidan topgan bir ziyoli. Odam hayotga, odamlarga hamma vaqt bir ibrat nazari bilan qarash kerak. Ibrat nuqtai nazari bilan. Ulardan har doim o'rganishning payida bo'lish kerak odam degani. Mana biz nimaga bordik? Mana shu ziyolining ishi emas-da bu. Men bitta gapni aytayotgandim. Safarga borgan paytlari juda ko'p o'sha qiyoslar, taqqoslar bo'ladi. Rigaga bordik, may oyida Rigaga bordik. U yerda Riga shahrida bitta daryo o'tadi, Davgava degan daryo o'tadi. Shu daryoda paraxod bor. Paraxodga chiqib o'sha daryoni aylanib qirg'oqdagi shaharni, qirg'oqdagi o'sha Riga shahrini tomosha qilish mumkin. Egasi g'alati odam ekan va men u odamni ziyoli ekan deb o'yladim. Guringlashib qoldik. Men adabiyotchiman. Mana shu yerlarda bir safarlarda yuribman desam, u bor yo'g'i shu paraxodning egasi har kuni tirikchilikka chiqadi. U odamlarga shu atrofdagi shaharni tushuntirib, Riganing qadimiyligini, ayrim binolarga nisbatan o'zining tanqidiy nuqtai nazari ham bor. O'shalarni tushuntiradi. Keyin men kitob odami ekanligimni, adabiyot bilan shug'ullanaman, kitob o'qiyman desam, shunday pastdan unday kitobni olib o'qiyotgan kitobini ko'rsatdi. Fransuz adibining o'ris tiliga tarjima bo'lgan kitobi bir yarimlarini o'qib qo'ygan. Uni tushuntirdi ham, mohiyatini ham tushuntirdi. Men uni belgilab qo'ydim o'zimga, men ham topib o'qiyman, xudo xolasa. Bu mohiyat e'tibori bilan deydi, Paulo Coelhoning Al-Kimyogar asariga o'xshaydi dedi. Hatto taqqoslayapti. Men shu odamni ziyoli odam deb o'ylayman. Uning dardi faqatgina kundalik tirikchilik emas. Uning dardi faqat o'sha paraxodni saqlab qolish, odamlarga o'sha yurgan joyida ham birinchidan o'zining qalbini nurlantiryapti, kitob o'qiyapti, ikkinchidan o'qigan kitobini aytib beryapti, o'qigan kitobini boshqalarga tavsiya qilyapti, o'qigan kitobini taqqoslayapti va ayni damda o'zining shahrini, o'zining daryosini, o'zining atrofidagi binolarni kelgan sayyohlarga tushuntiryapti, anglatyapti, tuydiryapti. Hozir ziyolilar degan ko'rsatuvga misol uchun men kitobdan gapirishim mumkin. Misol uchun o'zbek adabiyotida ziyoli obraz degan obrazlar ham bor. U lekin kitob, uni kimdir yozgan. Uning haligi hayotda bor yo'qligi, to'qimaligi, boshqa muammolari juda ham ko'p. Lekin hayot kitobidan olinadigan mana shu to'qima bo'lmagan real odamlar odamning qalbiga, ko'ngliga ko'proq ta'sir qiladi. Rigada adabiyot va musiqa muzeyi bor ekan. Endi men eshikdan kirgan zahoti men aytdim, Litva, Latviyaning mashhur shoiri Imant Zidonis menga qiziq deydigan bo'lsam, haligi o'sha muzeyni aylantiradigan yigit go'yo yosh bolani yetaklagandek darhol meni olib ichkariga olib kirib, o'sha Imant Zidonisning burchagini ko'rsatib, ko'zimni oldida turibdi. Daraxtning ildizi qirqilgan, lekin bir chiroyli qilib devorga daraxtning ildizi qo'yib qo'yilgan. Nega bunday desa, bu ramz deydi. Endi haligi yigit o'sha sohaga o'qigan, boshqa qilgan, shunday latviyaliklarning tarixini mehr, muhabbat bilan tushuntiryapti, hayajon bilan tushuntiryapti va menga o'xshagan bir 5000 kilometr yo'l bosib borgan, uchoqda uchib borgan odam o'sha yigitni eslab qoladi. Muzeyda ichi ora-orada haligi chiroqlar yoqib qo'yilgan, juda ko'p qorong'i burchaklari bor. Chiroqlardan tashqari mana shu yigit ham ziyoli bo'lib, nur sochib, kelgan odamlarning qalbiga nur ulashib yuribdi. Qarang, o'zining madaniyatini, o'zining adabiyotini, o'zining san'atini, o'zining uzoq tarixini biladigan odamlar bu ziyoli bo'ladi. Bular tilga e'tibori kuchli. Mana ziyoli odamni qarang, o'z-o'zidan gap-gapga ulanadi. Men safardagi gapni aytdim, bitta daryoni aytdim, bitta muzeyda aytdim va til haqidagi gap ham bejiz hozir hayolimga kelmadi.
Chunki Boltiq bo'yi mamlakatlarida aholi kam, har bitta o'sha respublikada 3 million, 2,5 million, 4 million, 5 millionga bormaydi. Latishlar, estonlar, litvaliklar, ular hamma joyda o'zining tilida yozib qo'yilgan shiorlari bor, ko'chaning nomlari bor, o'zaro muloqotlari bor. Begona tilda murojaat qiladigan bo'lsangiz, ba'zan sizga javob bermaydi hatto. Ziyolining eng muhim fazilati, eng muhim xususiyatlaridan biri mening tasavvurim bo'yicha o'z ona tiliga bo'lgan e'tiborda ham ko'rinadi. Juda ko'p aralash, qoralash so'zlarni o'zining nutqida, ish jarayonida qo'llayveradi. Bu holatni odam ichi achib, odamning ichlarida og'riqlar paydo bo'ladi. Misol uchun bu yerga qog'oz tashlamang degan so'zni o'zbekcha yozish mumkin. Uni o'rischa yoziladi, inglizcha yoziladi, xitoycha yoziladi. Bu millatning ma'naviyatining muhofizlari, millat ma'naviyatining, millat tilining muhofizlari, qo'riqchilari, himoyachilari ular ziyolilar bo'ladi. Bizning mamlakatda boshqa millatlarni mutlaqo kamsitmagan holda aytishim mumkin, bu O'zbekiston aholisini ichida shu mamlakatda istiqomat qilayotgan boshqa millatning namoyandalari ham, ular ham 100%lik, undan ham ko'p foizlik ziyoli. Chunki ular agar bizning mamlakatni, bizning tilni, bizning tuproqni, bizning adabiyotni, bizning urf-odatni, bizning san'atni, bizning tarixni hurmat qiladigan bo'lsa va bizning tilda so'zlayotgan bo'lsa, ular chin ma'nodagi ziyoli. Chunki bu tuproqda istiqomat qilyapman. Bu tuproqni mening kindik qonim to'kilgan. Ertaga men o'ladigan bo'lsam, vafot etadigan bo'lsam, mana shu tuproqqa men dafn qilinaman degan nafaqat o'zbek, bu yerda juda ko'p millatlimiz. O'sha ko'p millatli insonlar mana shu tuyg'uni anglaydigan bo'lsa, bu chin ma'nodagi ziyoli bo'ladi. Hozir meni hayolimga yana bir tushuncha keldi, o'sha kamtar degani. Kamtar odam bor, manman odam bor. Kamtarga kamol deydi. Ziyoli odam misol uchun 4 ta kitob o'qib olib yoki menga o'xshab 4 ta kitob yozib olib osmonlarga chiqib ketmasligi kerak. Bizni ba'zan turli hududlarda yuramiz sizlarga o'xshab va kelib maqtashni boshlashadi. Maqtaydi, siz zo'rsiz. Men o'zim kim ekanini bilaman. Shunda aytaman, iltimos, shu bizni tomga chiqarib, keyin narvonni olib qo'ymanglar. Tomga chiqarib qo'yishadi, narvonni olib qo'yishadi. Bizda juda ko'p shunday. Bizda jamiyatning sar bir qatlamida ko'rinib qolsa, televizorda ko'rinib qolsa, o'shalarda sal ommaviylashib qolgan odamlarni, men odam deyapman, shaxs deyotganim yo'q. Odamlarni, kishilarni, kimsalarni biz shu osmonga olib chiqib qo'yamizda, shu tepalarga olib chiqib qo'yamiz, keyin ularni tushira olmasdan sarsonmiz. O'zini bilgan ziyoli, o'zining martabasi, maqomi, o'rni, joyi qayerda ekanini juda ham go'zal biladi, juda ham yaxshi biladi. Shu e'tibordan ziyoli bu o'zini anglagan odam. Ziyoli o'zining qalbini, o'zining yuragini, o'zining jamoatdagi, jamiyatdagi o'rnini bilgan odam ziyoli bo'ladi. Bugun shukr qilish kerak, bizning jamiyatda shunday odamlar bor. Ular bilan suhbatlashib, ular bilan guringlashib odam mazza qiladi. Odamning misol uchun bir dardini haligi olgan odam bo'ladi o'sha ziyoli. Sizni dardingizni oladi, sizning qalbingizdagi jarohatlar bo'lsa, unga malham bo'ladi. Yoki shoshib ketgan bo'lsangiz, osmonlarga chiqib ketgan bo'lsangiz, sekin sizni pastga olib tushib qo'yadigan odam bo'ladi. Men ham aytaman, enamdan qolgan bu o'sha qadim bir hikmatni aytib yuraman. Bu xalqning hikmati o'sha ziyoli qiladigan ish shu. Ya'ni agar hovliqib ketadigan bo'lsa odam, hovliqib o'zini bilmasdan yurgan odamlar bo'lsa, enam aytar edi, bu odam deydi, borib deydi, mozoristonni kezib kelsin, mozorliklarni ko'rib kelsin, odamning asli nima ekanligini bilib kelsin. Agar ko'ngillari cho'kib ketgan bo'lsa, xafa bo'ladigan bo'lsa, borib daryoni ko'rsin deydi. Daryoga borish kerak, yo qabristonga borish kerak.
o'zini anglagan odam ora-orada mana shunday hududlarni, mana shunday ko'pirib odamning cho'kkan ko'nglini yuksaltiradigan daryolarni ko'rish kerak. Bu daryo degan bizning mamlakatdagi Amudaryo bilan Sirdaryo, u dunyoning Amazonka daryosi, Nil daryosi, ya men ko'rib kelgan Daugava daryosi emas. Bizning yonimizda yurgan ma'rifat daryolari bor. Bizning yonimizda yurgan oriflar, ular daryolar, ular ilm daryolari, ular ziyo daryolari. Ya'ni borib daryoni ko'r deganda, mayli daryoni borib ko'rsin, Toshkent shahrining o'rtasidan oqayotgan anhorni ko'rsin, lekin hayotning achchiq chuchugini ko'rgan, o'zining, yana aytaman, o'zining nuqtai nazariga, o'zining qarashlariga ega bo'lgan bizda daryo qalb, daryo dil odamlar bor. Mana shu odamlarning bir og'iz aytadigan fikri, bir og'iz aytadigan nasihati odamni juda ko'p muammolariga malham bo'ladi. Alifbo masalasi, yozuv masalasi, ayniqsa yozuv bir necha marta 100 yil davomida 3-4 marta o'zgargan yozuv masalasi juda ham og'riqli masalalardan biri. Shu masalalarning muhokamasida ham ziyolilar juda faol bo'lish kerak o'zi aslida. O'sha yozuvga munosib belgilarni qabul qilishda, muhokama jarayonlarida. Endi bu bizdagi 1994-yilda qabul qilinib, keyin o'zgarishlarga uchrab, keyinchalik bizni qiynab tashlagan bu alifbomizning muammolari bu faqat 4 ta ziyoli bilan bog'liq emas. Uning ijtimoiy jihatlari, siyosiy jihatlari bo'lgan o'z vaqtida, agar turk dunyosining alifbosini, bir xil alifboni, ularda turklarda, misol uchun chilarda bir xil alifboni agar qabul qilib olinadigan bo'lsa, 90-yillarda, 94-95da Turkiy dunyo birlashib ketadi degan qo'rquv paydo bo'lgan. Meni hayolimda shunday. Shuning uchun farqli yozuvlar, farqli belgilar, o'sha shilar, chilar, o'lar yozishga juda ham noqulay bo'lgan narsalar mana shu jarayonda qabul qilingan. Mana uning istirobini, uni azobini hali bugunga qadar biz tortib kelamiz. To'g'risi, men alifbo bo'yicha, fonetika bo'yicha, orfografiya bo'yicha mutaxassis emasman. Lekin o'zimning munosabatim bor. Va bu munosabatni, mening munosabatimni o'z vaqtida biz izhor qilganmiz, o'z vaqtida bayon qilganmiz. 1989-yilda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilsin degan tushunchalarni, fikrlarni, ko'chalardagi yurishlarni, mitinglarni biz qilganmiz. Biz talaba bo'lganmiz. Toshkent davlat universitetining talabasi bo'lgan yillari butun jarayonlarni, ko'chalardagi yurishlarni, mitinglardagi nutqlarni biz qilganmiz. Biz shakllanayotgan bir mutaxassis, shakllanayotgan jamiyatga ehtimol kerakli bir ziyoli sifatida biz shu ishni yoshimiz 20-25 yoshda biz o'sha ishlar bilan shug'ullanganmiz. Unga ham 30 yildan oshdi. Unga ham 40 yillar bo'ldi. O'zbek tili davlat tili bo'lsin. O'zbek tili dunyodagi birorta tildan, bu siyosiy jihat, birorta tildan kam emas degan gapni o'sha paytda ham birinchi navbatda shoirlar, yozuvchilar, olimlar va ularning davomchilari bo'lgan o'sha oliy o'quv yurtida ta'lim olayotgan talabalar ko'tarib chiqqan. Buni qarang. Istiqloldan 2 yil avval men ko'p o'xshataman, bahor kelishidan avval qaldirg'ochlar keladi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi bu istiqlolning qaldirg'ochlari bo'lgan o'z zamonida, o'z vaqtida. Istiqlolning shabadalari bo'lgan. Va qarangki, hali gapim avvalda aytgan, bu shabadalar ham o'sha Boltiq dengizidan, Boltiq bo'ylaridan bizga qarab esgan. Ularda bizdan uyg'onish jarayonlari avvalroq bo'lgan. Ularda o'sha hukmron tildan mafkura, o'zining mafkurasini o'tkazib kelayotgan hukmron tildan qutulish kerak degan narsa bizdan avvalroq boshlangan va sekin-sekin bizning muhitga o'sha yoqlardan kirib kelgan. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, biz talaba o'laroq munosabat bildirib, o'z vaqtida qaysidir darajada missiyani bajardik deb o'ylayman. Bu degani men talaba payti yoshim 20-30 yoshda shu ishni bajardim, endi jim o'tirishim kerak degani emas.
20 yildan beri aytadigan gapim, 30 yildan beri aytadigan gapim, armiyalarda imlo o'zgarmagan. Gruzinlarda imlo o'zgarmagan. O'sha 30-yillarda, 20-yillarda imlo o'zgarishi kerak bo'lgan payti shunday faktni, shunday dalilni o'qiganman. O'sha millat ko'chaga o'zining qoni bilan shiorlar yozib chiqqan, o'zlarining imlosida yozib chiqqan. Gruzincha yozgan oppoq haligi matolarga bu bizning yozuvni o'zgartirmaydigan yozuvni o'zining yozuvida, armiyaning o'zining yozuvida yozib chiqqan degan fikrlarni o'qiganman. Ya'ni bu yozuv, bu imlo, bu til insonning qoni, insonning joni darajasidagi qiymatga ega bo'lgan tushunchalar, qiymatga ega bo'lgan qadriyatlar. Dunyoda, misol uchun, tili yo'qolib ketayotgan millatlar bor. Lekin bizning bu tilda dunyodagi 40 million, 50 million odam so'zlaydigan bo'lsa, bu tilning ufqlari Xudo xolasa hali bepoyon bo'ladi. Bu tilning hali martabalari, bu tilning imkoniyatlari dunyoning juda ko'p joylarida o'qitiladi, o'rgatiladi. Buni o'qitadigan odam, o'rgatadigan odam, targ'ib tashviq qiladigan odam mana shu ko'rsatuvni yozyapsizlar, ko'rsatuvda odamlarga ko'rsatyapsizlar, o'sha odamlar ziyolilar bo'ladi. Har doim bir qalbi, ko'ngli uyg'oq odamlar bo'lishi kerak. Ziyoli odam befarq bo'lmasligi kerak, loqayd bo'lmasligi kerak. Loqaydlik eng katta ma'naviy maraz. Beparvolik eng ulkan ma'naviy kasallik. Menga nima degan joyi juda yomon joy. Menga nima? Bu til ekan, bu adabiyot ekan, bu ko'rsatuv ekan, bu teatr ekan. Ularga nisbatan odamning har doim nuqtai nazari, fikri, mustaqil qarashi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ziyoli, o'zini ziyoli sanaydigan odam shunda bu jamiyatdagi o'zining vazifasini, o'zining missiyasini ado etgan bo'ladi. Nima sababdan bugun ziyoli biroz andishali bo'lib qoldi? Ya'ni o'sha jasorat bor bo'yicha ko'rinmayaptimi? Yoki bu nima bilan bog'liq? Qanday sabablar bilan bog'liq bu? Millat sifatida shakllanish, inson sifatida shakllanish bu juda ham muhim narsa. Misol uchun, meni yaqinda Milliy tiklanish partiyasining a'zolari o'zining huzuriga chaqirdi, suhbatlashdi. Suhbatining asosiy mavzusi bugungi o'zbek millati, o'zbek xalqi o'zining farzandlarini bog'chaga, maktabga o'z tilda bergani yaxshimi, o'z ona tildagi bergani yaxshimi, begona tilda? Men tabiiy o'z ona tilda ber. Shaxsning shakllanishi, Bu savol beriladigan narsa emas. shaxsning shakllanishi o'sha joydan boshlanadi. O'zi asli juda ko'p omillarga bog'liq. Bog'chaga bog'liq, maktabga bog'liq, oliy o'quv yurtiga bog'liq. Misol uchun, o'sha jasorat degan narsa, shijoat degan narsa. Siz jasorat degan so'zni ishlagan, shu so'zni tilga olgan mahali to'g'risi meni hayolimga bitta shoir keldi. Bu Shavkat Rahmon keldi. Biz Shavkat Rahmonni talaba payti ko'rganmiz. Taassufki, ular shu darajadagi viqorli odamlar edi, salobatli odamlar edi, ularning avlodi. Ularning yoniga borishga biz yuzimiz, haligi bir yuragimiz betlamagan. Mana shunday ichkarisi butun odamlar edi. O'sha jasorat, shijoat, irq degan tushunchalar bularning joniga, bularning taniga, bularning vujudiga singib ketgan. Bizlarga aynan mana shu toifadagi ziyoli kerak. Aynan mana shu toifadagi ijodkor, adib, olim, ulamo, alloma, mana shunga o'xshagan odamlarga biz muhtojmiz. Chin ma'nodagi ziyoliga, chin ma'nodagi qalbi, yuragi butun shaxslarga muhtojmiz. Meni tanqidiy fikrlarim juda ham ko'p. Misol uchun, aytadigan gapi juda ham go'zal, qilib yurgan amallari rasvoyi jahon odamlar juda ham ko'p. Qilayotgan ishlari bilan aytayotgan gaplari bir-biriga mos kelmaydigan odamlar juda ham ko'p. Misol uchun, mana muhtaram tomoshabin, YouTube'da ko'rayotgan, mana shu ko'rsatuvni ko'rayotgan tomoshabin juda ko'pchiligi oliy o'quv yurtlarida o'qigan talabalar bo'lgan. Maktabda o'qiganlar. Maktabda ham o'qituvchilarni haligi ajratishadi, farqlashadi maktabdagi o'qituvchilarda ham. So'zi amaliga to'g'ri keladigani bor. Oliy o'quv yurtlaridagi professor o'qituvchilar
dotsentlar, ularda ham tabaqalashadi. Buni ketidan yurmasang ham bo'laveradi. Lekin buni oldiga bor, u masalani hal qiladi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun aynan mana shu so'zi amaliga to'g'ri kelmaydigan ziyoli obrazida, ziyoli qiyofasida yashab yurgan odamlar mening to'g'risi g'ashimga tegadi. Odamlar orasida men havas qiladigan odamlar muhim. Misol uchun bizga oliy o'quv yurtida Ozod Sharafiddinov dars bergan. Juda ko'p suhbatlashganman akademik Matyob Qo'shonov bilan. Birga ishlaganman Umarali Normatov bilan. Lekin bu odamlar tilla odamlar edi. Bu odam Begali Qosimov, xudo rahmatli. U 2005-yilda vafot etib ketdi. Birga ishlaganmiz. Laziz Qayumov degan domlalar bilan birga ishlaganmiz. Qarang, bu Abdug'ofur Rasulov degan domlalar bilan birga ishlaganmiz. Bular hozir o'ylab qarasam bizga yetishmaydigan odamlar, bizga zarur bo'lgan odamlar shular ekan. Bizning jamiyatning posangisini ushlab turadigan odamlar mana shu toifadagi ulkan qalbli, o'zining orqasidan ko'plarni ergashtiradigan odamlar ekan. O'zi yer sharida tog'lar bor-a, tog'lar. Tog'lar yerga qoqib qo'yilgan qoziqlar sanaladi. Tog'lar yer sharining aylanishida muvozanatni saqlab turadigan posangilar sanaladi. Jamiyatning ziyolisi tog' bo'lishi kerak. Jamiyatning ziyolisi jamiyatning harakatini muvozanatga solib turadigan ulkan bahaybat tog'lar bo'lishi kerak. Hozir qirlar ham bunday salgina haligi dumpaklar deydi, o'shalar ham o'zlarini tog' deb o'ylab yuribdi. O'shaning uchun bizni jamiyat tog'larga muhtoj. Bizning jamiyat ulkan shaxsiyatlarga muhtoj. Chin ma'nodagi ziyoli, mana qarang, sekin-sekin siz shoirasiz, gaplar o'xshatishlarga kelyapti-da. Ziyoli bu tog' degani. Ziyoli bu daryo degani. Ziyoli bu dengiz degani. Ziyoli bu okean degani. U okeanning taglarida o'sha ziyolining qalbida qanday go'zal tuyg'ular, go'zal tushunchalar, haqiqatlar, haqqoniyatlar bo'ladigan bo'lsa, dengiz tubida o'shanday marjonlar bor. Va ziyolining qalbida ham o'shanday marjonlar bo'ladi. Ziyolining qalbida quyosh bo'ladi. Nahot bugun biz o'shanday tog'larni yarata olmadik? Bugun nima kerak bu uchun? Bugun bizning atrofimizda o'shanday tog'lar bor deb o'ylayman. Bir maqol bor edi. O'sha tog'ni tepasida yurgan odam oyog'ining ostidagi tog'ni his etmas ekan. Bizning yonimizda o'sha fikr odamlari bor. Endi bizda bir yomon odat bor. O'sha kimdir o'tadigan bo'lsa, vafot etadigan bo'lsa, qazosi yetib o'tadigan bo'lsa, darrov ro'yxat tuzishadi. O'sha shu odam haqidagi fikrlarni zamondoshlar xotirasidagi kitoblar, u zamondoshlari yonida yuribdi, uni tirik paytda aytish kerak degan bir gaplarni aytaman-da. Bizi yonimizda yurgan ziyolilar, fikr odamlari, boshqalarni orqasidan ergashtiradigan odamlar bugun bizi jamiyatimizda bor. Agar jamiyatda yaxshi odamlar bo'lmasa, ezgu dilli, ko'rkam qalbli odamlar bo'lmaydigan bo'lsa, bu jamiyat bo'lmaydi. Bu hayot bo'lmaydi. Agar shunday odamlar bu yer yuzida bo'lmaydigan bo'lsa, Xudoning o'zi quyoshni shartdan chiqarmay qo'yadi. U qiyomat bo'lib qoladi. Mana shu yer sharining hayotning davom etayotganligiga sabab bizi yonimizda, siz yoningizda, bu jamiyatda, bu mamlakatda, bu mamlakatning hamma hududlarida, dunyoning har xil mintaqalarida, dunyoning har xil hududlarida o'sha toifadagi ulkan qalbli jamiyatning posangisini ushlab tura oladigan ulkan odamlar bor. Shuning uchun ularni topish kerak. Ularni o'z vaqtida qadrlash kerak. Ba'zan bizda mana shu qadrlash degan narsa yo'q. Endi qadrlash degan narsani ham haligi unvon, qadrlash degan narsa medal, orden degan emas. Mana qadrlash deganda o'sha bizda ko'pincha bu qadrlanmayapti. Bunga shu paytgacha biron orden berilmayapti. U orden, medal,
unvon, qadr degan tushuncha bu tushunchalardan balandroq turadigan narsa. U xalqdan bir qadam oldinga ketib qolmasin ziyoli. Xalqni ichida yurib yetaklab yursin. Bizda bir qadam oldga ketdi, mana deb hammadan oldiga chiqarib qo'yish shart emas. Ziyoli odamlarning ichida yurish kerak. Ziyoli odamlarning orasida yurib yiqilayotgan bo'lsa qo'ldan ko'tarish kerak. Hovliqib hammani toptab ketayotgan bo'lsa kimdir uni sekin orqasidan etagidan ushlab turib shoshma deyish kerak. O'sha ziyoli bo'ladi. Men qarang, odam nuqtai nazar, fikr odami birovlarga o'xshamagan shaklda fikr yuritish kerakda. Men misol uchun adabiyotshunosman. Yuzlab adabiyotshunoslik kitoblari yozilgan. Ular nazariy kitoblar. Men talabalarga saboq beraman. Mening ro'yxatimda, kutubxonamda yuzlab kitoblarim bor. Lekin men ularning ichidan Yan Parandowskining so'z kimyosini tavsiya qilaman. Misol uchun-da yoki Rasul Hamzatovning Mening Dog'istonimni tavsiya qilaman. Yoki Edwardis Mejelaitis deganning kitobi bor, o'sha ijod psixologiyasiga bog'liq bo'lgan kitobi bor. Mana shu narsani tavsiya qilaman. Ziyolilar ham shunday. Misol uchun ziyolilar ham saralanadi, ziyolilar ham elakdan o'tadi va mana shu men sanagan yana bundan boshqa kitoblarim ham bor. Peter Eckermannning Goethe bilan Gurunglar degan kitobini ham tavsiya qilaman. Hozir hammasi hayolimga kelmayapti. Ya'ni bizning ziyolilarning orasida o'zining qiyofasiga ega bo'lgan odamlar deganimda mana shu kitobni yozgan mualliflar bor. Kitobining dunyo tillariga tarjima qilib tarqalish jarayonlari bor. Bu kitobning qiyofasi. Bu kitobning obrazi, bu kitobning butunligi. Ijodkor butun kitob yozish kerak. Ziyoli butun odamlarning orasida, misol uchun u men bilmaydigan tasavvuf ilmida o'sha odamlarning orasida yurib u yakkalana olishi kerak degan tushuncha borda. Odam odamni hamma vaqt o'rganishi kerak. Ayniqsa adabiyot ahli, so'z ahli hamma vaqt, hamma muhitda, hamma joyda odamni o'rganishi kerak. Bu ziyolining darsligi odam, ziyolining darsligi jamiyat, ziyolining darsligi mana shu tabiat, mana shu darslikni o'qish kerak ziyoli. Mana shu darslikni boshqalarga o'qita olishi kerak, saboq bera olishi kerak. Bizning adabiyotshunoslar balkim boshqa sohalar uchun ham kerakdir shu narsa. Muammo jihatlari bizda ergashuvchanlik ko'p. Biz olim sifatida, ziyoli sifatida boshqalarga, boshqa millatlarga, boshqa xalqlarga ergashadigan bo'lib qolganmiz. Biz ergashtiradigan bo'lishimiz kerak. Avvalam aytganman, men yaxshi ko'radigan gaplardan, iboralardan, mana shu tushunchalardan biri bizda ergashuvchanlik degan bir yaxshi ma'noda ergashish mumkindir. Misol uchun bizning jahon chempionatiga chiqqan futbolchilarimiz gol urgandan keyin dunyodagi qaysi bir futbolchining qilig'ini takrorlashni xohlamayman men. Misol uchun-da bu futbolchining, futbol o'ynayotgan odamning hech kimnikiga o'xshamagan o'zining gol urgandan keyin o'sha quvonchni ifoda etadigan bir qilig'i bo'lishi kerak. Misol bu boshqa sohada ham shunday. Misol uchun adabiyotshunos olimlar bir zamonlar o'rislarga ergashgan, ulardan qolib olgan, ichiga o'zimizning masalliqni solgan. Bugun inglizdan, nemisdan va boshqa millatlardan deylik qolibni olib, o'shanga o'zimizning she'rlarni, o'zimizning hikoyalarni solib muhokama qilib, biz nega o'zimiz qolibni o'zimiz yasamaymiz degan narsa, misol uchun mening bir dardli o'ylantiradigan joylarimda yozuvlar, ko'chadagi yozuvlar, bu o'sha biz o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilsin degan zamonda xuddi shu gapni aytganmiz. 89-yilda aytilgan gap hali ham shu muammo shaklida turibdi. Nega yozuvlarimiz ajnabiy? Nega bizning boyonlarimiz, boylarimiz, tojirlarimiz, biznesmenlarimiz pul topgan,
qavat binolarni qurgan, savdo uylarini qurgan. Nega uning nomi o'zbekcha emas? Nega ular pul topgan, u so'z topmagan? Mana meni qiynaydigan, o'ylantiradigan narsalardan biri shuda. Xitoyda ko'rdim, Xitoyda hamma joyda xitoycha yozuvchi, bironta joyda o'zbekcha yozuvni men ko'rmaganman. Germaniyaga borganman, hamma joyda katta qilib nemischa yozilgan, kichkinagina qilib zarur bo'lsa pastda inglizcha yozib qo'ydi. Yaponiyaga borganman. Bahaybat yozuvlar bor, pastida zarur bo'lsa inglizchasi bor. Mana Boltiq bo'ylariga bordim yoki Turkiyaga bordim. Juda bo'lmasa mana Turkmanistonga. Turkmanistonda ham begona bir yozuvdagi joylar yo'q hisobi. Va ehtimol biz ba'zan nufuz jihatdan kam, lekin tilning o'sha taraqqiyoti uchun juda qattiq yopishib olib ishlaydigan mana shu nisbatan 2 million, 3 million, 5 million nufuzga ega bo'lgan, aholiga ega bo'lgan mana shulardan ham balki ibrat olishimiz kerakdir. 100 millionlab aholisi bo'lgan, milliardlab aholisi bo'lgan dunyoning boshqa millatlardan ham ibrat olishimiz kerakdir. Bu masalani, misol uchun jamiyatdagi mana shu yozuvlar, jamiyatdagi bizning tilimizning mavqei, har bitta insonning, har bitta fuqaroning o'zining nutqiga e'tibor berishi, boshqalarga yuqumli qilib gapira olish malakasi, bular muhim narsalar. Ba'zan o'zbek tili, uning mavqei, martabasi deganda filologlar, til adabiyot muallimlari, jurnalistlar tushuniladi ba'zan, lekin til inson tug'ilib o'sha bir ikki qadam yurishni boshlagan zohati bir ikkita so'zni o'rgangan ekan, o'sha tug'ilgandan to qabrga borguncha shu tildan istifoda etadi, shu tildan foydalanadi. Odam agar har kuni bir ikki mahal ovqat yemaydigan bo'lsa, u vahshiylashadi, quturadi u. Och odam quturadi. Ozuqa tana uchun kerak. Bo'sh qop tikka turmaydi. Ozuqa, moddiy ozuqa inson uchun kerak. Och qolgan odam yomon bo'ladi. O'sha moddiy ozuqa insonning tanasi uchun qanchalik muhim, zarur bo'ladigan bo'lsa, o'sha ma'naviy ozuqa u adabiyotdan olinadi, u san'atdan olinadi, u olimlarning kitoblaridan olinadi, u hayot kitobidan olinadi, u jamiyat kitobidan olinadi. O'sha ozuqa shu darajada muhim. Mana siz aytayotgan muammolardan biri bizning jamiyat hayotidagi yashayotgan insonlarda ma'naviy ozuqaning qahatchiligi bor. Ma'naviy ozuqa yetishmaydigan joylari bor. Bir-biriga ehtirom, bir-biriga hurmat, o'zidan ko'ra boshqa birovni hurmat etish degan tushunchalar bor dunyoda. Bu ma'naviy ozuqa o'sha ta'lim bilan, tarbiya bilan, har doim aytiladigan o'sha tarbiya bilan, ta'lim bilan biz uchun ziyoli odamlar, shaxslarni tarbiyalash kerak. Ichi butun, ichkarisida mana sterjin bo'ladi odamda. U umurtqa pog'ona sterjin, to'g'ri. Umurtqa pog'ona insonning vujudini tikka saqlaydi, lekin insonning ichkarisida ma'naviyat umurtqa pog'onasi butun bo'lishi kerak. Ma'naviy ozuqa degani o'sha insonning ichkarisidagi u ko'z bilan ko'rilmaydigan u ruhiyat bilan bog'liq bo'lgan narsa. Bugungi ziyolining vazifasidan eng muhim vazifalardan biri bu yoshlarni, bu go'daklarni ularni inson sifatida tarbiyalatgan payti ruhiy jihatdan butun qilib, ruhiy jihatdan sinmaydigan qilish kerak. Ruhiy jihatdan butunlik degan nima degan? O'sha siz aytgan jasorat bo'ladi. O'sha siz aytgan shijoat bo'ladi. O'sha oriyat degan tushunchasi bo'ladi. Mana shularning barchasi agar insonda bo'ladigan bo'lsa, inson shunda komil bo'ladi. Inson shunda yetuk bo'ladi. Shunda jamiyat farovon bo'ladi. Shunda mamlakat go'zal bo'ladi, vatan go'zal bo'ladi. Shunda millatning
qiyofasi dunyodagi eng mashhur biz havas qilib yurgan millatlarning qatorida turadigan bo'ladi. Zotan buning uchun shonli tarix, biz havas qiladigan shonli tarix bor. Bobolar bu ishni bajargan. Bizning ajdodlarimiz chin ma'nodagi ziyoli o'laroq shu missiyani qoyil maqom qilib bajargan. Va bugun biz o'shalarning izidan ergashib yuribmiz. Ularga yeta olganimiz yo'q. Ularga tenglasha olganimiz yo'q. Bizlar tenglashishimiz kerak. Ularda ruhi shod bo'lish uchun ularni yoniga yetib, ular bilan bo'ylasha olishimiz kerak. Tarixiy binolar u yerda millatning xotirasi bo'ladi. Bu yerda o'sha binolarni ko'rgan payti, misol uchun bundan 5 asr oldin qurilgan, 10 asr oldin qurilgan binolarni ko'rgan payti o'sha yerda xotira jonlanadi. O'sha yerda tarix jonlanadi. Mana qarang, Samarqanddagi Registonga boradigan bo'lsangiz, odam mutlaqo boshqacha bir kayfiyatga tushadi. Yoki Xivaga boradigan bo'lsangiz, o'sha ochiq osmon ostidagi muzeylarni ko'radigan bo'lsangiz, mutlaqo boshqacha. Men borib Sherg'ozi madrasasiga kirib, u yerda Maxtumquli uchun maxsus bir hujra, muzey qilib qo'yilgan ekan. O'shani ko'rib boshqacha. Yoki Sherg'ozi madrasasining yonida to'g'risida Pahlavon Mahmudning maqbaralari bor. O'sha joylarni ko'rib, ana o'sha joylar saqlanib turibdi, bundan keyin ham saqlanadi. Lekin shu bilan birga bundan 1 asr oldin qurilgan binolar bor. Bundan 50 yil, 100 yil oldin qurilgan binolar bor. Bularga ham e'tibor kerak. Ularni misol uchun yaroqsiz holga keldi, yaroqsiz holda bo'ldi deb uni misol uchun tijorat yo'li bilan uni kimgadir sotib olish, buning nomini oddiy qilib aytganda noinsoflik deydi bu. Buning bu bepisandlik, millatga bepisandlik deydi. Men misol aytaman sizga. 21-asrning avvali shu 2004-yillardagi voqea bu. 2004-yillardagi voqea. Chunki Ozod Sharafiddin tirik edi. Chorsuvda Turon kutubxonasi bo'lar edi. Hozir Turon kutubxonasi juda ko'p odamlar uchun yaxshi xotira. Turon kutubxonasi 1913-yilda jadidlar tomonidan qurilgan kutubxona. O'shanday kutubxona. Turon kutubxonasi keyin Oktyabr degan kutubxona nomiga o'zgartirildi. U Sho'ra zamonida ko'p yillar Oktyabr bo'ldi. Istiqlol zamoniga kelib, uning yana Turon degan nomi takrorlandi. Shu kutubxonada umrimiz o'tgan. 1986dan to 2004-yilgacha mana shu davrda kutubxonadagi juda ko'p manbalar, kitoblar, gazeta, jurnallar, u yerda o'sha muhitda jadidlarning bir ruh kezib yurganday bo'lar edi. Men jurnalistika fakultetda dars bergan payti jurnalist talabalarni, filolog talabalarni o'sha Turon kutubxonasiga olib borib dars o'tar edim. Chunki u yerda Abdulla Qodiriyning Kalvak Mag'zum degan bitta qahramoni eshigini oldiga kalishini yechib ichkariga kiradi. O'sha ichkariga kalishni yechib ichkariga kirgan joydan shu eshikdan juda ko'p marta biz kirganmiz. Va ichkarilari o'sha jadidlarning nafasi. Taassufki o'sha bino 2004-yilda tubi bilan yo'q qilindi. Biz xat yozganmiz. Ozod Sharafiddin eslayotganiga sabab o'sha siz aytgan ziyolilar shu bino buzilmasin, shu bino tarixiy bino, shu binoni qurilganiga 100 yil bo'ldi. Bu yerda jadidlarning ruhi bor, jadidlarning qo'llarining izi bor, jadidlar tomonidan taqdim etilgan manbalar bor degan ma'noda bilmadim, bir 20-30 ta odam xat yozganmiz. Umarali Normatov bilan Ozod Sharafiddinov o'sha muolajada yotuvdi. O'sha oyog'i bilan muammo, oyog'i kesiladigan edi. Umarali Normatov bilan Ozod Sharafiddinovni ko'rishga bordik. Mendan so'ragan birinchi gapi salomdan keyin Bahodir, ana yozgan xatimiz nima bo'ldi dedi. O'sha xat yozganmiz, shuni taqdiri nima bo'ldi? Taassufki men domlani xursand qiladigan bir gapni aytmadim. Shu 2004-2005-yillarda u bino tep-tekis qilindi. Hozir Chorsuvda bir qandaydir bino turibdi, lekin u Turon emas.
lekin u eski kutubxona emas. Uni hozir rasmlari bor. Turon kutubxonasi haqida maqolalari yig'iladigan bo'lsa bir kitob bo'ladi. Maqolalar bor Turon kutubxonasi haqida. Mana aniq eslayman. Umri uzoq bo'lsin. Pedagogika fanlari doktori juda jadid adabiyotini, jadid pedagogikasini yaxshi biladigan Ulug'bek Dalimov maxsus maqolalar yozgan. O'z zamonida yozilgan unday maqolalar. Ya'ni Turon kutubxonasi bu kitoblarda qoldi. Turon kutubxonasi obrazi, qiyofasi, tasvirlari birovi Abdulla Qodiriyning Kalvak Mahsumida bor. Ikkinchisi Xurshid Do'stmuhammadning Bozor degan romanida bor. O'sha yerda Qadriya degan kutubxonachi bor. U Fozilbek, u bozorchi, Qadriya. Ma'naviyat bilan moddiyat bir joyda joylashgan, birlashgan joy edi-da. Hozir siz aytgandan keyin men ichkarimdagi bir og'riqda aytayapman-da. O'sha og'riq u bundan 20 yil nariyoqda qurilgan bo'lsa, shu bino nariyoqda qurilgan bino mahv etilgan, yo'q qilingan bo'lsa, o'shani og'rig'i hali turibdi ichkarida. Bizning mamlakatda u qaysi hududda bo'lishidan qat'iy nazar mana shu tipdagi, mana shu toifadagi binolar, tarixiy binolarning qismati Turon kutubxonasining qismatiga mutlaqo o'xshamasligi kerak deb o'ylayman. Qadim binolar, ular eskirgan bilan ularni yo'q qilib tashlash, ularni tekislab tashlash, bu binoning ham joni bor o'zi asli qaraganda. Binolar ham o'zi tirik. Binolarning devorlari u bir vaqt kelib o'sha devorlar gapiradi. O'sha binolarning devorlari so'zlaydi. Uni fantaziyasi bilan, hayolati bilan ijod ahli kerak bo'lsa so'zlatadi. Misol uchun Turon kutubxonasini qayta aytayapman. U mahv bo'lib ketdi, u buzilib ketdi, lekin men shu kutubxonada o'tirib ishlagan vaqtlarim haqida talabalarimga gapiramanmi yoki bironta xotira yozamanmi? O'sha paytda shu yerda mening fikrlarim bilan, mening xotiralarim bilan Turon kutubxonasi tiriladi va uning ichkarisida jadidlar yashaydi va uning ichkarisida meni ko'zim oldida Abdulla Avloniy, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon o'zining kitoblarini olib kelib topshirayotgan holatlar ko'zim oldimga keladi. Boshqa binolar ham shunday. Misol uchun mana Navoiy ko'chasida Navoiy 30 degan bino bor. Uni ichida hozir ham bizning nashriyotlar joylashgan. Hozir ham lekin bu bino tarixiy bino yoki o'sha Navoiy 69 o'sha muzey, ha? O'sha bino ham tarixiy bino. Bunday binolarni baribir asrash kerak. Ziyolilar faolroq bo'lishi kerak. Bugun ziyolini o'rnini qanchalik o'z o'rniga qo'ya olyapmiz? Ziyoli o'zining mavqeini, martabasini, so'zini o'zi asrash kerak. O'zini o'zi botqoqqa botirgan o'rinlar juda ham ko'p va yana botqoqdan chiqib men ziyoliman deb yurganlar ko'p. Ziyoli o'zining ma'naviy qiyofasini o'zi ushlab tura olishi kerak. O'z vaqtida kerakli gapini ayta olishi kerak. Sukut qilish kerak bo'lgan joyda sukut qila olishi kerak. O'zini to'xtovsiz hech kim so'z bermagan joyda yugurib chiqib minbarda vaysi yurmasligi kerak. Ana o'sha jarayonlarda shuning uchun ziyolini, misol uchun minglab, millionlab aholi shunda qadriga yetadi. Ziyolini qadriga yetishi uchun dastavval o'zini ziyoliman degan, o'zini shoirman, yozuvchiman, olimman, o'zini mana shu jamiyatga kerakli bir insonman deb o'ylayotgan odam avvalo o'zi gapirishni bilish kerak va kerak o'rinda jim o'tirishni bilish kerak. O'zini qadrini o'zi bilmagan odam oxir oqibatda qadrsizlanadi. O'zining qiyofasini yo'qotishlar, bularning juda ko'pchiligi nafs tarbiyasi bilan bog'liq. Insonning baloyi nafsi bor. Mana shu men boshqa birovdan kammanmi? Men falon odamni izidan yeta olmaymanmi? U osh yeganda men osh yemaymanmi? U 500 ta odamga osh berdi, men osh bera olmaymanmi degan bir dunyo tushunchalar bor. Insonning nafsoniyati bilan bog'liq, insonning nafsi bilan bog'liq. Mening nafsim
balodir, yonar o'tga salodir. Mana shu men mana siz ham ijodkorsiz, boshqa ijodkorlar ham ko'rib shu gapni aytsam juda xursand bo'ldim. Televizorda ustoz siz gapirib qoldingiz, bitta shogirdim mavzu izlab yuruvdi. Siz nafs haqida gapirib qoldingiz. Men o'sha shogirdimga nafs bilan bog'liq bitta mavzuni berdim, juda go'zal dissertatsiya yozdi dedi. Men xursand bo'ldim. O'shanda aytgan gapimni takrorlayman. Mana shu ziyo ahli, ziyolilar o'zining atrofidagi odamlarni nafs masalasida bir to'g'ri yo'lga solish kerak. Ziyolining ko'ngil ko'zi ochiq bo'lishi kerak. Ko'ngil ko'zi ochiq bo'lgan ziyoli o'zi yashab turgan borliqqa nisbatan ham ma'naviy, ham moddiy borliqqa nisbatan aslo befarq bo'lmasligi kerak. Aytadigan gaplarim shu.